Tramp Eron bo'yicha muhim qaror qabul qilish arafasida. U aslida nimani xohlaydi? AQSh prezidenti Donald Trump uchun muhim bir lahza keldi. 10 kun oldin u agar Eron hukumati namoyishchilarga qarshi zo'ravonlik qo'llasa, AQSh ularni qutqarishga tayyor turishini aytgan edi. Prezidentning so'zlariga ko'ra, Amerika to'liq tayyor, javob berishga tayyor. O'sha paytda Eronga keskin bosim hali to'liq ko'rinmagan edi. Endi zo'ravonlik ko'lami aniq va butun dunyo Trumpning qanday javob berishini kutmoqda. Oq uy matbuot kotibi Karoline Leavitt shunday dedi: Prezident Trump nima qilishini faqat u biladi. Dunyo kutmoqda va taxmin qilmoqda. Ammo bu qancha vaqt oladi? Yuqori lavozimli amaldorlar seshanba kuni prezidentga mumkin bo'lgan harakatlar variantlari haqida ma'lumot berishlari kutilmoqda. Yakshanba kuni Air Force One telekanalida jurnalistlar bilan suhbatda Trump juda kuchli variantlar ko'rib chiqilayotganini aytdi. Trump Nikolas Maduroning qo'lga olinishini AQSh tarixidagi eng muvaffaqiyatli operatsiyalardan biri deb atadi. Harbiy kuch ishlatish vasvasasi tabiiyki kuchli. O'tgan yozgi voqealar ko'rsatganidek, AQSh uzoqdan zarba berib Venesueladagi operatsiyadan so'ng Trump Nikolas Maduroning qo'lga olinishini AQSh tarixidagi eng muvaffaqiyatli operatsiyalardan biri deb atadi. Harbiy kuch ishlatish vasvasasi tabiiyki kuchli. O'tgan yozgi voqealar ko'rsatganidek, AQSh uzoqdan zarba berish qobiliyatiga ega. Missuri shtatidan kelgan yashirin B-2 bombardimonchi samolyotlari 30 soat davomida uchib, Eronning yer ostidagi eng muhim yadroviy inshootlariga bomba tashladi. Agar Washington bunday hujumlarni davom ettirsa yoki hozirgi bosim uchun mas'ul bo'lgan rejim elementlariga aniq zarba bersa, ehtimoliy nishonlar ro'yxati shubhasiz ancha uzunroq. BBC hamkori CBS News tomonidan keltirilgan Pentagon manbalariga ko'ra, javob kiber hujumlar va maxfiy psixologik operatsiyalarni o'z ichiga olishi mumkin. Bu choralar Eron rahbariyatini buzishga qaratilgan. Ammo 3-yanvar kuni Karakasda sodir bo'lgani kabi to'g'ridan-to'g'ri hujum ssenariysi Eronda takrorlanmasligi deyarli aniq. Hatto zaiflashgan davlatda ham Eron Venesuela emas. Bu yaxshi o'qitilgan tizim. Bir kishini yo'q qilish butun mamlakatni Washingtonning irodasiga bo'ysundirmaydi. Trumpning 1980-yilda Jimmy Carter boshchiligidagi garovga olinganlarni qutqarish operatsiyasining muvaffaqiyatsiz yakunlangani, unda Eron cho'lida vertolyot va harbiy samolyot to'qnashuvi natijasida 8 amerikalik harbiy xizmatchi halok bo'lgani, bu vaziyatda ahamiyatga egaligini gapirib o'tdi. Amerikalik garovga olinganlarning tasvirlari Carterning saylovlardagi mag'lubiyatida katta rol o'ynadi. Trump o'tgan hafta New York Times gazetasiga shunday dedi: U saylovda g'alaba qozongan bo'larmidi? Bilmayman, lekin bu falokatdan keyin uning hech qanday imkoniyati yo'q edi. 46 yildan keyin asosiy savol: Trump ma'muriyati Eronda aniq nimani xohlaydi? Strategik va xalqaro tadqiqotlar markazi mutaxassisi Will Todmanning so'zlariga ko'ra, Trumpning asosiy maqsadi noma'lum bo'lgani uchun aniq nima qilishini aytish qiyin. Menimcha, Trump rejimni ag'darish o'rniga uning xatti-harakatlarini o'zgartirishga harakat qilmoqda, dedi Todman. Rejim o'zgarish xavfi juda katta, shuning uchun menimcha bu uning asosiy maqsadi emas. Uning so'zlariga ko'ra, maqsad yadroviy muzokaralarda yon berish, zo'ravonlikni to'xtatish yoki islohotlar orqali sanksiyalarni yumshatish bo'lishi mumkin. Trumpning o'zi Eron rejimining ba'zi a'zolari xususiy muzokaralar olib borish istagini bildirganini aytdi. Bu ehtimol yadroviy muloqotni saqlab qolishga urinishdir. Oq uy matbuot kotibi Karoline Leavitt dushanba kuni shunday dedi: Eron rasmiylari omma oldida aytayotgan gaplari bilan bizga maxfiy ravishda aytayotgan gaplari o'rtasida katta farq bor. Diplomatiya har doim birinchi variantdir.